Bilasizlarmi, hozir ish bo'ldi, syomkada yuribman. Yonimga bitta onaxon kelib yig'lab yubordilar. Rasmga tushib, yig'lamang desam, bitta o'g'lim bor edi. Ano psixotrop dorilar iste'mol qilib, uni sotganmish qilib jazoni o'tash joyida ekan hozir. Onaizorni ko'z yoshlarini ko'rib, to'g'risi yuragim juda ham ezilib ketdi. Iltimos, yoshlar meni kimdir ko'rayotgan bo'lsa, kelajaginglarni o'zinglar vayron qilmanglar, ota-onanglarni o'ylanglar. Bunaqa narsalarni iste'mol qilish, bunaqa narsalarni sotish bu juda ham yomon narsa. Shuning uchun iltimos qilardim. Onaizorni ko'z yoshlarini ko'rib, yurak bag'rim og'rib ketdi. Shuning uchun bu eng iflos illat bu. Shuning uchun o'zinglarni asranglar. Bu ishlarni qilmanglar. Kelajagini vayron qilish bu kelajak bo'lmaydi. Buni iste'mol qilish yomon va buni sotish bu qanaqa jazolanadi? Nechta odamlarning uyi kuyyapti, nechta odamlar tomon bo'lyapti. Shuning uchun iltimos qilardim. Juda ta'sirlandim. Hech qaysi ona bunaqa og'rinmasin, bunaqa ko'z yoshi to'kmasin. Shuning uchun yana bir bor qaytaraman. Bu yomon narsa, bu psixotrop dorilar iste'moli, sotish, u anu bekitib bir narsalar qilayotgan ekan. Yaqinda ham mana ijtimoiy tarmoqda ko'rdim. Shuni tayyorlayotgan insonlarni ko'rdim. Bular qanaqa bu odam bo'lmasligi kerak-ku bunaqa narsalarni qilishga. Shuning uchun iltimos qilardim. Bunaqa narsalar qilmanglar.